Agar men komandada bo'lmaganimda nima bo'lardi? Agar Rahmatjon komandada bo'lmaganda, sinfdosh serial boshlanmagan bo'lardi. Boshqa kontentta yuritayotgan bo'lardik. Balkim bu darajaga chiqmagan bo'lardik. Agar Rahmatjon komandada bo'lmaganda, men hali ham faqat komediya stilida video olib yurgan bo'lardim. O'tiring. Ozgina ingiz. Normal. Men bilan bo'ydik. Agar Rahmatjon komandada bo'lmaganida, men blogerlik sohasiga qadam ham qo'ymagan bo'lardim. Qadam. Agarda men komandada bo'lmaganimda nima bo'lardi? Cheslikda men sindosh serial yarmida to'xtirda montajga ulgura olmasdik. Da'vatlar nimadirlar o'tib ketardi. Montajda kadrlarni ula olmasdik. Agar Xurshid aka komandada bo'lmaganda, men umuman bu komanda a'zosi bo'lmas edim. Buni ko'rib xursand bo'laman, sari ko'rib xafa bo'lib ketaman. Qiz bolaman. Qiz bolalar Agar Xurshid aka komandada bo'lmaganida, ili chiqib ketganlarida biz ulardagi rejissyor topa olmagan bo'lardik. Agar men komandada bo'lmaganimda nima bo'lardi? Zo'r bo'lardi deb o'ylayman. Agar Zaryor komandada bo'lmaganida men Belarusga ketardim. Men bildim. Agar Zarnigor komandada bo'lmaganida, biz sinfdosh serialga boshqa qiz olgan bo'lardik. Balkim u qiz bilan bunchalik darajaga yetishmagan bo'lardik. O'zi eshitmasin. Aktyorskiy ancha yaxshi. Ha? Ancha yaxshi. Hazil-hazili, любой время syomkaga chaqirganda kechqurun soat 3 da chaqirsa ham 3 da ham syomkaga kelgan, ertalab ham turgan, постоянно bizani uyg'otadi, syomkaga majburlab syomka qildiradi. Deb aldab qo'ydim. Yo'q, mana shu gaplar to'g'ri. Gaplaringga like. Men sizga aytganim, Zarniyorga aytaman. Yo'q, to'g'ri aytyapsan. Sen doron kelgan, qilib kelgan, ko'p xijolat bo'lyapti, to'g'ri? Agar Zarnigor komandada bo'lmaganda, kayfiyatimiz tushib ketganda bizni kayfiyatimiz ko'taradigan odam bo'lmasdi. Agar men komandada bo'lmaganimda nima bo'lardi? Qarsa gunon bo'lib yuraverdik. Ostida. Agar Samandar komandada bo'lmaganda, bunaqa uzun insonni Odam o'zgartirishga Agar Samandar komandada bo'lmaganida, bunaqangi punktualniy ishlar, bunaqangi syomka masalasida punktualniylikni faqat Zarnigorda, ya'ni faqat qizlarda bo'ladi deb o'ylardik. Menimcha shunaqa o'g'il bolalarda ham shunaqa punktualizm yo'q deb o'ylab yuravergan bo'lardik. Nima o'zim maqtab qo'ysam? Ya, Samandarni mayli. Nima gapirman? Montaj o'rgatganman. Maqtanaman. bo'lsa ham bo'lmasa ham, agar Samandar gruppada bo'lmaganda bunchalik mehribon yigit bo'lmasdi gruppada. Komandar hamma zakazlarni olib kelib beradi. Agar bu yerdagi birorta odam komandada bo'lmaganida, bu komanda bo'lmas. Tugadi.